شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, bizning bugun o'qimoqchi bo'lgan darsimiz Sura Baqaraning 216-oyati. Alloh subhanahu va taolo ilgirki oyatlarda bizga mu'minlarningki uchraydigan musibat kulpatlari, jannatningki eg'izdagi bir ig'iz gap bilan bo'lmaydiganligi, iymon masalasi eg'izdagi la ilaha illalloh degan bir ig'iz so'z bilan bitmaydiganligi, uning qalbdan chin yiltiz tortib, qalbdagi bu ishonchlan eg'izdagi bu iddaoning birlashmasida o'rtaga chiqadigan natijalar bilan ondan keyin jannat qo'lga kelganligini tilg'ilib bizni eskartgan bo'lgan. Endi bugungi oyat karimada Alloh subhanahu va taolo urush masalasi haqida to'xtaldi. Bu haqda biz ilgirki bir oyatda doiralik shaklda urush masalasi haqida ma'lumot qilishgan. Ya'ni Masjidil Haramning atrofida, ya'ni haramda, xos o'rinlarda dushman urush boshlamaguncha biz urush qilmaslik haqida ma'lumot qilishgandik. Bugun urushning umumiy prinsipi haqida to'xtaladi bugungi darsimiz. Alloh bu haqda da'vat etdi. Astaizu billah. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Yani sizlarga urush farz qilindi. Avval sizlarga qisqacha bir tarjima qildi. Amaliyotda bu urush sizlarga nisbatan bir jafo, mashaqqatli, qiyin ko'riladigan bir ish. Balkim ba'zi narsalarni yomon ko'rsizlar, mohiyatda u narsalar sizlarga yaxshi bo'lishi mumkin. Balkim ba'zi ishlarni yaxshi ko'rsizlar, mohiyatda sizlarga yomonlik bo'lishi mumkin. Dunyoda shunday bir qonuniyat borki, bu ishlarning haqiqatini vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Alloh biladi, sizlar uqmaysizlar. Endi Alloh subhanahu va taolo bugungi oyatimizda masalani falsafiy shaklda o'tirg'i qo'yiblar. Urush degani nimishqa qilmaysiz? Urush qilishing kerak. O'zingni qo'g'dashni urush qilishing kerak degandek, manda shaklda boshlanadi gapni. Insonning asli tabiatini o'tirg'i qo'yib turib, masalaning asli mohiyatini o'rtaga qo'yib turib, masala ashta da'vat qildi. Ya'ni urush farz qilindi, ammo urushda mashaqqat borligi rost. Urushda sizlarning yomon ko'rishinglar rost. İnsanın tabiatini da'vat qildi. İnsan urushni yomon ko'radi amaliyotda. Insonning ichida urushni yomon ko'rmayman, men urushni yaxshi ko'raman degan inson yo'q asli tabiati bo'yicha. Ya'ni urushni yomon ko'rishinglar rost. Buni Alloh subhanahu va taolo biladi demoqchi bo'lyapti-ku. Sizlarning urushni yomon ko'radiganligingizni biladi. Urushningki haqiqatan mashaqqatli, qiyin ekanligini biladi. Ammo masala shuki, bu yerdagi ozg'ina qiyinchilikni, ozg'ina mashaqqatga sabr qilish orqali mol-mulkinglarni tashlaysizlar, masalan. Oiladagi tinch huzuringlarni tashlaysizlar. Buni tashlash orqali buningdan xatarlik,
Buningdanmi bak huzuringni buzadigan, buningdanmi bak seni kelgusiga vayron qiladigan ishlarning oldini olish uchun qilishlar bilan ta'vatadi. Amaliyotda dunyoga qarab baqsaq, usta siyosiyon, haqiqiy zirak, aqlli siyosiyon öz xalqini anda asan urushga so'rab akirmaydi. Illaki zodi shu urushga kirmasa, uningdan cho'ng tortadigan zini bo'lgan vaqtida. Shu urushni tanlamasa, to'laydigan bedeli bek favqulodda cho'ng olgan vaqtida, andiki mushu masalani tushundirish orqali asli urush qilmasa qildi, urushning manda zini bor. İnsan yomon ko'radi urushni, hech qaysimiz xohlamaymiz. Ammo bu urushga kirmasak, tartadigan zinimiz bekayib ketib boradi. Buning zini manchilik. Urushga kirsak, munchilik ziyon tortsak, urushga kirmasak, uningdan necha has ortiq ziyon tortimiz degan nuqtalarni oydinlashtirib bo'lgandan keyin, an kishi o'zini qo'g'dash uchun, o'zining izzat obro'yini qo'g'dash uchun, ayol baloqlarini qo'g'dash uchun, o'zining millatini, yurt, vatanini qo'g'dash uchun, qimmat qarishini qo'g'dash uchun o'limni ko'z oldiga ep qo'yib turib, huzur halovatini tashlab qo'yib turib, urush qatnashgan masala. Qur'on dal mushu shaklda kelyapti. Ya'ni insonning tabiati nuqtasidan kelyapti. Qarshi shaklda kammidi inson mayadi. Davatidagi zodi urushning mashaqqatli ras. Urushni sizlar yomon ko'radiganlikning ras. Ammo urush qilmasang bo'lmaydi. Urush sizlarga nima? Farz masalasi. Chunki sizlar deysizlarki, urushga kirsak o'lib ketishimiz mumkin, baloqalarimizni tashlab qo'yib yiroqlarga ketishimiz mumkin. Tinch yashasa qolim deyishinglar mumkin. Ammo masala sizlarning idrok hududinglardan, ma'lumot hududinglardan eshib ketgan masala. Buning orqasida nurg'un masala bor. Shunga sizlarni yaratgan, mushu urushni sizlarga keltirgan va farz qilgan zotga bo'ysuninglarki, o sizlar bilmaganni qanday qiladi biladi. Chunki sizlar tarix doirasida tushunasizlar. Masalalarni o'zingizning idrokati doirasida tushunasizlar. Ammo Alloh subhanahu va taolo sizlar bilmaganni biladi. Masala sizlar o'ylagandan cho'ng, shuningga Alloh subhanahu va taolo sizlar yomon ko'radigan mashaqqatli ishlarni sizlarga farz qildi. Ammo buning orqasida yaxshilik bor. Sizlar bir bo'lak narsalarni yaxshi ko'rasizlar hayotda, oqibat yomonlik chiqishi mumkin. Shuningga oyatning oxirida bizga kelgan eskartma nima desa, oyatning oxirisida asa an takrahu shay'an va huwa khayrun lakum va asa an tuhibbu shay'an va huwa sharrun lakum ki nurg'un ishlar sizlarga nisbatan suyimlik yaxshi ko'rilishi mumkin, ammo yomonlik kelishi mumkin. Nurg'un ishlar yomon ko'rilib, voy bu deganda qilsak olmaydi deyilib baho berilishi, qaytishilishi mumkin, oqibati yaxshilik. Shunga masalani bizning idrokat doiramizda hal qilmay, ya'ni idrokat doiramizda hal qilsak olmaydi. Masala bizning idrokatimizning hal qilgan masala. Shunga jamiyatda Alloh subhanahu va taolo mushu masalani bizga tushuntirish uchun nurg'un masalalarni qoldirdi. İnsanlar öz miqyosi, öz idrokatining taqazzosi bo'yicha ishlarni olib boradi. Nurg'un uning aksi yomon salbiy natijalarni keltirib, jamiyat o'rtada masala sifatida beshimizdan oxirdigan masalalar bor. Bu yerda bizga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni orqali va real Qur'oni orqali o'qiydigan kitob Qur'oni orqali va atrofimizdagi real Qur'oni orqali bizga shuni demoqchiki, masalalarning hammasi sizlarning o'lchiminglar bo'yicha bo'lmaydi. Sizlarning idrokatinglardagi bo'yicha emas masala. Her şey ko'ringan gibi değil, ya'ni ko'ringandek emas. Masala sizlarga anda ko'ringan bo'lsa, asli manda bo'lishi mumkin, manda ko'ringan bo'lsa, anda bo'lishi mumkin. Masalaning asli vohidini Alloh biladi. Anda bo'lgandan masalalarda sizlarni yaratgan va shu masalalarni yaratgan Allohning gapiga o'nanglar. Allah'ın gipiga ergishinglar degandek bir nuqtani bizga eskartadi. Bugungi oyatdagi masala shu. Urush masalasidan boshqa umumiy qoidaning birisi bor. Hamda shu qoidani biz Qur'onning yana bir tarafidan aqtirib baqsaq, sura Kahf'ninki 60-oyatidan 64-oyatigacha
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ degan oyatdan قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا degan oyat g'ijib bo'lgan yerlarda Musa alayhisolamning bir voqealigi bayon qilinadi. Musa alayhisolamning bu voqealigi Allohning avliyo bandalaridan birisi bo'lgan, solih bandalardan birisi bo'lgan bir banda bilan bo'lgan voqealik. Tafsirlarda bu bandaning, bu yaxshi kishining ismini Xizr deb elinadi. Ya'ni biz shu asosda Xizr degan nom bilan atab turli. Musa alayhisalom o'zi bir payg'ambar. Bu yerda Xizr deb atalgan bu kishi, bu solih kishi o'zining taqvoligi, ixlos bilan Allohga yaqinlashgan, Allah nurg'un ilm, ma'rifatlarni bildirgan bir kishi. Musa alayhisalom mushi kishi bilan uchrashib, bundan ilm, hikmat o'rganish uchun o'ziningki hamroyini elib ma'du. Bular yeydiganga biliq avvaladi. Safarining qiyinchiligi, mashaqqati bularga hamma narsani unutildirib, yo'lda ma'lum bir yerga yetgan vaqtda biliq dengizga saklab kirgizadi. Amaliyotda haliqi yaxshi kishi bilan, solih kishi bilan uchrashish belgisi shu biliqning dengizga kirib ketishi edi. Bular yo'ldan xilala yurib ketib bo'lgandan keyin bir tamoq yeyli deb tamoq biliqni assa, biliq yo'q. Shuning bilan qish kamroyi aplama unutib qoptimi, shayton buni men unutuldiribdi, japa mushaqqatda biliq falon yerda suvga ketgandi. Musa alayhisalom deydi-ku shu vaqtida, bizning uchrashadigan yer shutdi deb keyniga qaytdi. Shuning bilan Musa alayhisalom bu solih kishi bilan uchrashdi. Buningga o'zga Alloh uningga ato qilgan ilm, hikmatlarni o'rgatib qo'yishni talab qiladi. Solih kishining Musa alayhisalomga shu vaqtda bergan javobi nima bo'ldi bilamsizlar? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sen men bilan menga ilm, hikmat o'rganishda ba'zi masalalarni sig'dirolmaysan, bulanmaysan sen dedi. Chunki ba'zi masalalar insonning idrokidan halqib ketgan masalalar. Sana bunda ko'rinadigan ishning mohiyati anda chiqadi. Oq ko'rinadigan ishning mohiyati qor chiqadi. Qor ko'rinadigan ishning mohiyati haqiqati oq chiqadi. Va kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Sen aniq bilmagan, uqmagan, ma'lumoting yo'qishqa qanday sabr? Ammo Musa alayhisolatu vasallam buni va'da berdi. Ya men qana qilma, sabr qilma. Men har qanday ishga e'tiroz bildirmayman deb ma'noda. Shuning bilan bular davom qiladi safarini. Bir dengizdan o'tkicha bir kemiga chiqadi bular. Xizr ya'ni solih kishi kemini buzib o'tdi, ya'ni teshib o'tdi. Musa alayhisalom shu vaqtida darrov bu ishga e'tiroz bildirib, "Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra." Ey, sen bu kimini teshib o'tding, bizni cho'ktirib o'tmoqchimisan? Mayk. Chunki ishning yuzi bu shaklda. Shundan haliqi solih kishini Xizr alayhisalom Musa alayhisalomga bergan va'dasini eslatdi. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Men seni bulamaysan demasmi? Sen bulamaysan. Masalani yuzaga qarab atsada. Musa alayhisalom va'dasini eslab qaytdim. Va'dasiga qaytdi. Qala la tu'akhidni bima nasit. Men unutib qoptimi? Xafa bo'lsang, kechirsan, meni qiyinchilikda qolib qo'ymasang, ya'ni bir afu qilsang bu qatim degandek ma'noda o'zining asli va'dasiga qaytgan bo'ldi. Shuning bilan endi bular safarini davom qildi. Bir kichik boladan birisi uchirdi. Xizr buni o'ltirib o'tdi. Ya'ni Musa alayhisalom bu yerda nayti ig'ri keldi bu yana. Dediki, "Aqatalta nafsan zakiya." Ey bir kichik gunohsiz bir jonni o'ldirib qo'yding sen. Laqad ji'ta shay'an nukra. Bir ig'ri ish qilding. Bu yerdami yana? Xizr alayhisalom Musa alayhisalomga bergan va'dasini eslatdi. Sen menga va'da bermaganmiding? Sen masalalarni sig'dirolmaysan Allohga. Sening ma'lumot doirang buning yetmaydi buningga desam, "Voy, yo'q, men sabr qilaman" degan emasmiding? Musa alayhisalom yana o'zir aytdi, yana sabrini davom qildi. Bir kelgan vaqtida bular bir kanatga kirdi. Kanatdagilar bularni och o'lgandan keyin ulardan bir narsa talab qildi, bermadi. Ya'ni bularni ikrom qilmadi, ehtirom qilmadi. Normalda
mehmon bo'lib kelgan odamlarni hurmat qilish, ikrom qilish qoidasi bor, lekin bular qilmadi. Shuning bilan bular yana yo'lini davomlashtirib bir yiqilay deb qolgan, o'rilay deb qolgan tomdan birini ko'rdi. Buni Xizr, ya'ni solih kishi o'ngshab qo'ydi-da, uni yamab qaytadan yasab degandek. Bu shu vaqtda yana Musa alayhisolatu vasallam o'zining va'dasini unuttimi yoki masala, ya'ni bu qadar insonning tabiati, Musa alayhisolamda ifodalanayotgani insonning tabiatida, insonning tabiatining taqozosi bo'yicha-mi law shi'ta lattakhazta alayhi ajra. Bu tamni o'ngshab qo'yganga shaqqa olgan bo'lsang, ha degandek bir naslandi-da. Shuning bilan musha kelgan vaqtida Xizr solih kishi hamda bizningki ayrıladigan yerimiz keldi. Sana men dastlabda dedim, sen masalani tushunmaysa, ishni tikka yetenmaysa, masalaga yuzdan qaraysa, desam, "Voy yo'q, men bulaman" deb men bilan yo'l safar qilishga va'da berdim. Mana 3 qitim bo'ldi. Hamda mushada biz ayrılamiz. Men sana bo'lgan ishlarning asli xarakterini deb beray. Deb kelib, kimini tishib o'tishim, kimining oldida kelgan kimlarni bulang-talang qilayotgan birisi bir podshoh bo'ldi. Saq kimlarning hammani bulaydigan, ma kimini tishib o'tish orqali ularning ko'zdan saqlab qoldim. Kimini saqlab qolish bu bir. Ma kichik bola, ma o'ltagan kichik bola. Buning o'ltirilishi ota-onasiga rahmat qilish yuzidan, ota-onasiga kufrlik, zulm aqiladigan bor edi bu. Allah buning o'rniga boshqasini almashtirib berdi buningga. Balası ata-onasiga bala emas, balati bu. Üçüncü mesele, men o'ngshab qo'ygan tamning ostida bir boylik bor. Bu mushu shaharda turadigan ikki yetim bolaninki boyligi. Bu ikki yetim bolada desa solihdi. Shu bolalar yo'nab o'zining boyligini elib sarf qilgudek holat ketguncha bu tam o'rilib ketib oshkor bo'lib qolsa bo'lmaydi deb kelib bunun insonning idrokatidan yuqori ish ekanligini nima deb tushuntiryapti? Va ma fa'altuhu an amri zalika ta'wil ma lam tasti' alayhi sabra. Men buni o'zim qilmadim da'vatdi. O'shani kelaqi solih kishi ma masalani o'ziga nisbatan, ya'ni men inson bo'lib sifatim bilan bu ishlarni o'qimayman. Buni menga Alloh bildirgan. Endi mushu qissada bizga Alloh subhanahu va taolo nima demoqchi? Kimiga chiqsang, kimini teshibet, mashinaga chiqsang, mashinani teshibet, uchigan balni bunda qarab boqib chiroyiga o'tiribet yoki yo'lda yiqilib qolgan tomlarni, buzilib ketgan yerlarni o'ngshab qo'y demoqchimi? Yo'q, biz uni o'qimaymiz uni. Unda qilib qolsak biz nurg'un falokat qilamiz. Ammo bizga bu qissa orqali shuni demoqchiki, bu dunyoda, koinotda nurg'un narsalar va insonning idrokatidan qanaqib ketgan, chiqib ketgan. Masala bizning ko'zimizga ko'rinishda boshqacha ko'rinishi mumkin, yomondek ko'rinishi mumkin, natijasi yaxshi chiqishi mumkin. Biz yaxshi deb qarab, suyib, "Voy, shuni qilsam bo'ldi" deb yaxshi ko'rgan ishlar natijada yomon oqibatlarni olib kelishi mumkin. Alloh oyatda nima deydi? Urushning umumiy prinsipini bayon qilib, bu farz deb bo'lgandan keyin insonning tabiati shundaki va dunyoning mohiyati shundaki, bir bilik narsalarni, bir bilik ishlarni yaxshi ko'rsalar, amaliyati yomon. Bir bilik ishlarni yomon ko'rsalar, amaliyati yaxshi. Urush dal mushunga o'xshash ishning birisi. Sizlar urushni yomon ko'rsalar, chunki urushda sen joningni berishing mumkin, oilangdan ayrilishing mumkin, mol-mulkingdan ayrilishing mumkin, huzurungdan, turmush huzurungdan ayrilishing mumkin. Ammo buning sana, millatingga, vataningga, atrofingdagilarga keltiradigan natijasi va huwa khayrul lakum, yaxshi natija. Men bu shaklda deb masalaning xarakterini tushuntiryapti. Garchi oyat urush haqida gap qilayotgan bo'lsa-mu, oxirisidagi asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum degan oyat yana bir prinsip, ya'ni hayot qonuniyatlaridan bir qonuniyat. Endi u yerdan o'tsak, oyatning bir nuqtasi bizning diqqatimizni chekdi. Kutiba alaykum degan ifoda qo'llandi oyatda. Buning aynısını tarjima qilsak, uzun tarjima qilsak, sizlarga farz qilindi degan shaklda, ya'ni farz qildim demadi, farz qilindi degani o'zinglar farz qildinglar degandek bir ifoda. Ya'ni bu qanday ifoda desa? Musulmon qanday vaqtda uning diniy ibodatlar, vazifalar farz bo'ladi?
O'zi Alloh bilan iymoniy to'xtam tuzgandan keyin ashhadu an la ilaha illalloh va anna muhammadan rasululloh deb dinga kirgandan keyin bütün diniy vazifalar ortiladi ustiga. Namoz, zakot, haj, roza, jihad va boshqa farzlar. Demak, bu yerda kutiba degandan shuni ifodalayotdi-ki, sen o'zing mushu yo'lni tanlab men bilan iymoniy to'xtam tuzding. Sen bu yo'lni tanlading, iymon yo'lini. Sana bu ishlar shunga farz qilindi degan bir ifodani beryotdi. Hem iman yoluga kirmaganlarcha uning hech qanday farz emas. Bu nuqtaga buningga bir ko'z bilan qaragan odam obdan iman etsa bütün yük vazifalar tushadi ekan. Iman aytmagan odamga hech qanday vazifa tushmay u erkinkan deyishi mumkin. Bu bir tarafdan qaraganlik. Amaliyotda Alloh subhanahu va taoloning qanday vazifaga buyurishi, qanday taklifotni yuklashi yaxshi ko'rganlikdan bo'ladi amaliyotda. Yaxshilik tufaylidan bo'ladi. Acaba Allohni tunimagan, Alloh bilan iymoniy to'xtamiga kirmaganlarga Alloh nima qilsin yaxshilik ato qilib ularga? Nima qilsin ularni yaxshilikqa buyurib? Xuddi inson atrofidagi bir misol olsak, insonlar o'tirisidagi ba'zi masalalarda misol olsak, inson o'zi yaxshi ko'rgan odamlarni ba'zi ishlarga buyuruydi, yaxshi ko'rgan odamlarni ba'zi ishlarga tayinlaydi. Mushunda tushunsak bo'ladi. Ya'ni biz buni mashakilda zehnimizga singdirsak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolodan biz avval bizga berilgan ixtiyorlik bo'yicha bu yo'lni tanladik. Insonga dal yo'l tanlash masalasida ixtiyor berilgan. Ma'ni qo'ysin. Inson eng avval o'zi ixtiyor qilgan shaklda la ikraha fid din, dinda majburlash yo'qki, o'zi xalab madinni tanlaydi. O'zi xalab bu dinga kirdi. Andin keyin mushu yo'lni tanlash orqali o'ziga bir muncha vazifani o'zi yuklagan bo'ladi. Shunga kutiba degan shaklda, ya'ni majhul iniqsiz shaklda farz qilindi degan shaklda ifodalashning ifodasi, ya'ni ma'nosi bu. Ya'ni oyatda Alloh subhanahu va taolo urushning zohiriy ko'rinishi haqida bizga oyatning deganimda tushuntirib, urush zohiriy ko'rinishda sizlarga yomon ko'rinishi mumkin. Mahiyatda bunun xarakteri yaxshi deb bo'lib bizga shunda bir eskartishni beryapti. Vallohu ya'lam va antum la ta'lam. Sizlar xarakterini, mahiyatini bilmagan ishlarni Allohning hikmatiga qaytaringlar. Sizlar shu nuqtaga ishoninglar. Chunki Alloh subhanahu va taolo biladi, sizlar o'zinglarni qanday qilmaslik bilmaysizlar. Hamda darsimizning oxirisida bir hikoya bor. Ya'ni insonning ilmiy miroslardan kelgan bir hikoya insoniyatninki. Bu hikoyada biz yuqorida ifodalamoqchi bo'lgan bir qism mazmunlar aks etadigan hikoya bo'lg'achqa darsimizning oxirida sizlarga buni aytib berishni to'g'ri topdim. Bir kishininki kangar bir yayliq va nurg'un otlari bor ekan. Otning ichida yaxshi ko'radigan nihoyatda isil otdan birisi bor ekan. Tuğsiz bu at yo'qolib ketib yayloqqa qaytib kelmabdi. Shuning bilan kishilar bu kishiga ta'ziya bildirib, ya'ni ko'nglini yasab, buningga hal qo'yg'ili ketdi. Kishi tabassum qilib debdi-ki, nima bilasizlar? Bu bir yomonlikdek, menga ziyondek ko'ringani bilan buning oqibatida nurg'un yaxshilik bo'lishi mumkin. Bir mezgildan keyin yayloqqa at keldi. Qarasa bir top yilqilarni agashtirib kelgan. Kishilar yana kelibdi-ku, voy, ma etingiz nurg'un otlarni boshlab kelibdi emasmi? Kim biladi? Buning oqibati bir yomonlikmi o'taqa bizga yaxshilikda ko'ringan bilan. Bu odamning o'g'li shu otlarning ichidan birini shunday minib otdan tushib ketib, putsim ketdi debdi. Yana kishilar bu odamga tasalli bergili, voy, o'g'lingizga menda musibat o'tdi. Alloh musibatlarni ko'tarsin degandek xayriyat duolaridan kelgan vaqtda nima bilmaydi, kim biladi yani? Buni o'zi bir yaxshilik qilishi mumkin. Bir mezgildan keyin urush boshlanib, shu vaqtdagi hukumat bütün yoshlarning hammasini urushga apmang'ili majburiy to'plab yiqqan ahvol va bolasi putsini qo'yganlik uchun qana qilgan qapqaq. Demak, masala hikoya bizga shuni demoqchiki, biz bugun darsimizda asosiy ta'kidlayotgan masala.
Her qandaq meseleni, her qandaq işinin zahirisi bilen anmaslık gerek. Meyli o iş bizgi görünüşte yaxşı görensin, ya ki yaman görensin. Biz hayat meselelerine sürü haditdiki, 23. ayettiki mono prensip boyunca muamele kılışımız gerek ki لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Qırmaqqa bizning qo'limizdan ketib qolgan narsaga biz bearam bo'lmasligimiz, bizga kelayotgan omad yoki bugungi baxt buningga xusholib adimizni eshib ketmasligimiz kerak. Chunki bizdan ketganining orus ostida yaxshilik bo'lishi mumkin, kelayotgan omad yoki talaylarning ostida yushirilgan yomonlik qilishimiz mumkin. Chunki buni degani haq subhanahu va taolo ki vallohu ya'lam va antum la ta'lamun. Şoňlaşqa qarindaşlarımga muşu münasibet bilen eslatib qo'yduğumuz bugun kunda bizning beşimizga kelayotgan musibatlar, qiyinchiliklar, yurtlarimizning qo'g'ilib chiqishlarimiz, ota-onalarimizning ayrilib ketishlarimiz, qarindoshlarımızın ayrılıp etilishlarimiz, qimmat qarashlarimizdan depsende qilinishining hammasi bizga nisbatan ig'ir kasimo buning orqasidan bir yaxshilikni kutib, umidvor holatda hayotni davom qilmoqimiz lozim. Hergiz ruhiy jihat tugishib va endi tugashdiq, bundan umid yo'q degan umidsizlik patmasligimiz lozim. Esingizda bo'lsin, valillahil masalul a'la. Biz bir masalani ijtimoiy hayotlarimizdan misol keltirish orqali texmo kallanglarga tushundirish, yaqinlashtirishga tirishyapmiz. Bir mehribon dada birdan bir yolg'iz o'g'ilni intayin yaxshi ko'rdi. Og'rib qolgan vaqtida dadisi shu balasiga achchiq dorini ichkizdi. Alamlik yengni bilan o'qil selishi mumkin. Hatto uning qusqini yerib operatsiya qilishi mumkin. Bunun açık doğru içegini, yengni bilen okul sağını, bedeni kesip operasiya qilgani ma dadının balını tashlab etkeni emas, o'chkogini emas, balki balasining yaxshiligi uchun qilyapti shuni. Bu dunyodagi ahvol Xaliq subhanahu va taolo, Allah subhanahu va taolo Rahman, Rahim bo'lgan sifatning sohibi bo'lgan Allah hergiz biz bandalarini o'chko'maydi, bizni hergiz tashlab etmaydi. Bugungi kundagi ishlarning hammasi bizga berilayotgan ochiq dora, operatsiya qilinayotgan bir operatsiya, ya'ni badanimizdagi o'smalar kesib tashlanayotgan. Buning orqasidan chuqum xayriyat, yaxshilik bo'ladi inshaalloh. Alloh hammalarni umidvor qilsin. Masalaning mohiyatini Allohga tashlashga, shuni bilan tavakkul shaklda yo'lni davom qilishga nasib qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.